Yangi loyiha. Rahbar bilan bir kun. Qahramonimiz SKB marketing departamenti direktori, o'z sohasining haqiqiy fidoyisi, ijodkor va strateg Abdulaziz Majidov. Hayotiy shiori: o'zgarishni kutma, uni o'zing boshlab ber. Keling, qahramonimiz ish kuni bilan yaqindan tanishamiz. Tartib samarali kunning garovi. SKBda xodimlar uchun qulay avtoturargoh mavjud bo'lib, odatda jarayonlar mana shu yerdan boshlanadi. Qahramonimiz grafigi turli uchrashuvlar bilan band. Bugun bizga ham ularda ishtirok etish imkoniyati berildi. Uchrashuvlar mavzusi esa rang-barang. Brendning yangi bosqichga ko'tarilishi, bank imijini mustahkamlash, yangi servislar, loyihalar, raqamli yechimlar, hamkorlar bilan kelgusi tashabbuslar, uchrashuvlarda fikrlar tez, qarorlar aniq, mas'uliyat esa juda katta. Rahbar kabineti bu shunchaki ish joyi emas. Bu yerda turli mukofotlar, esdalik sovg'alari, yirik tadbirlarda olingan ramziy nishonlar turibdi. Ularning har biri o'tgan yillar mehnati, jamoaning zafarli loyihalari va unutilmas lahzalari. Tushlik vaqti qisqa, lekin samarali. SKB ofisida xodimlar uchun yaratilgan zamonaviy oshxona bor. Toza, keng, narxlari hamyonbop. Taomlar esa har xil. Marketing jamoasi bilan ishlash alohida jarayon. Bu yerda g'oyalar tez tug'iladi, testdan o'tadi, qayta ko'riladi. Bugun muhokamada sun'iy intellekt yordamida mijozlar tajribasini avtomatlashtirish, yangi trend, qisqa formatdagi kontentlar orqali brendni kuchaytirish, bank xizmatlarining vizual ko'rinishini yangilash. Kunning muhim bo'lagi hamkorlar bilan uchrashuvlar. Bu yerda brendlar bir-biriga qo'l uzatadi, qo'shma loyihalar tug'iladi, tadbirlar rejalashtiriladi. Ba'zan bitta uchrashuv butun yillik strategiyaning yo'nalishini belgilaydi. Bugungi kun shuni ko'rsatadiki, kuchli rahbar, kuchli jamoa esa kuchli brend yaratadi.